nimalar kirmaydi? Tinchlikmi? Nimaga to'xtading? Hojatga chiqib qolay. Qanday? Ozgina qoldi, sabr qiling. Uyga yetib olamiz. Shom bo'lgan bo'lsa, xilvat joylarda bavul qilmagin. Nima bo'ladi shom payti bavul qilsam? Xilvat joylarda. Sen ko'rinishingni taqvodor deb o'ylaydi birortasi ko'rsa. Qilayotgan ishingni qara. Shom payti jinlar qo'zg'agan payt bo'lsa, bilib bilmay ustiga bavul qilib qo'yma deyman-da. Qo'ysangchi eskicha gaplaringni, bir nimalar jinlar. Namchi qolib ketdi bu. Qani? Abduvali? Osmonga uchib ketdi. Abduvali. O'y, sen ovoz chiqarmaysanmi? Men shu yerdaman. Yuragimni yorib yording, qanaqa odamsan? Nima bu? Voydod! Voy, xudoga shukr. Tushim ekan. Yomon tush ko'rdim. Qanaqa tush ko'rding? Tushimda oyog'ing tuyoqdan bo'lib qopti-da. Xudoga shukr. Tushga nimalar kirmaydi?